Suvaraklarni nerv tizimining tuzilishi. Suvaraklar tarakandalar hisoblanadi. Ularning nerv tizimi haqida suvaraklarning nerv tizimi bo'g'imoyoqlilarga xos bo'lgan ganglionli, ya'ni tugunli tipda tuzilgan hisoblanadi. U organizm harakatini, sezuvchanlikni va ichki a'zolar faoliyatini boshqaradi. Nerv tizimining umumiy tipi. Suvaraklarda nerv tizimi, markaziy nerv tizimi, periferik nerv tizimi, vegetativ stomatogastrit nerv tizimidan iborat hisoblanadi. Markaziy nerv tizimi bosh miya supraezofageal qizil'o'ngachning yuqori qismida joylashgan. 3 juft gangliyning qo'shilishidan hosil bo'lgan protoserebrum ko'zlar va murakkab ko'zchalardan keluvchi impulslarni qabul qiladi. Deostoserebrum mo'ylovlar faoliyatini boshqaradi. Teratoserebrum qizil'o'ngach bilan bog'liq nervlarni boshqaradi. Bosh miya suvarakning ko'rish, hid bilish, yo'nalishni aniqlash jarayonlarida boshqaradi. Qizil'o'ngach osti gangliy qizil'o'ngachning pastida joylashgan. Quyidagi a'zolarni boshqaradi: og'iz apparati, jag'lar, pastki lab, qorin nerv zanjiri.